Mana akamiz televizorlarga pult oladilar, koddan chiqib ketibdi. Sozlash tushuntirib qo'yaman mana. Set degan knopkamizni bosib turamiz. Mana 1120 modelli pultimizda shunday holat bo'ladi. Set degan knopkani bosib ushlab turamiz, qo'yvormasdan. Hech qaysi knopkani bosilmaydi, shu set knopkani o'zini bosiladi. Svit yonguncha ushlab turadi. Svit yonib lipirlashni boshladi. Shu har bir lipirlaganda televizor qarab ushlab turadi, ovoz chiqishiga sirasi qo'yvoriladi. Hozir mana ovoz chiqdi, qo'yvordim. Tushmadi mana. Chunki 1 minut o'tib ketib qoldi, chiqib ketib qoldi. Shuni qo'yvormasdan ushlab turish kerak. Ana shu narsani to'g'ri bajarilsa, har doim pul tushadi. Mana endi tushdi mana. Ovoz chiqdi, qo'ydim, ishladi. Mana shu holatda tushiriladi. Bilmaganlar uchun video qilib qo'ydim. Keyinchalik qiynalmay tushirilaveradi.